aholi murojaatlari bilan ishlashda yangicha tizim qilish bo'yicha topshiriq berganman. Xalq qabulxonalari faqatgina ariza qabul qiluvchi organ emas, balki hududdagi muammolarni diagnostika qiladigan markaz bo'ladi. Qarshi shahar bo'yicha tushuntirib beraman. Qarshi shahridagi 60 ta mahallada 300 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. O'tgan yili xalq qabulxonasiga Qarshi shahri aholisidan kelib tushgan 11 mingta murojaatni har birini tahlil qildirdim. Agar Qarshi shahar hokimi Normo'min Xolboyev o'zi shug'ullanib o'rinbosarlari, shahar tashkilotlari va banklar mahalla yetiligi oldiga aniq vazifa qo'yib bersa, 80% masalani joyida hal qilsa bo'ladi. Misol uchun Qarshi shahridagi 255 nafar odam aliment to'lashdan bo'yin tovlab yuribdi. Ularning 193 nafari kasb hunari bor bo'lgani bilan ishsiz. Yana 62 nafari daromadni kamaytirib ko'rsatyapti. Bunda hokimning birinchi o'rinbosari, 3 ta shahar banki va hokim yordamchilari bilan shularni 50 nafarni tadbirkorlikka jalb qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qarshi shahridagi tadbirkorlik loyihalari uchun bu yilda o'zida 1 trillion 700 milliard so'm ajratilyapti. Bundan tashqari bandlik bo'lim boshlig'i va shahar MIB boshlig'i hududdagi sanoat va servis korxonalaridagi vakant o'rinlarga 93 nafar ishsizni joylashtirish imkoni bormi? Albatta bor. Xorijda ishlash istagi bo'lgan 50 nafar aliment to'lovchi bilan 3 tomonlama shartnoma er-xotin MIB va bandlik o'rtasida tuzdirib, til va kasbga o'rgatib, chetga yuqori daromadli ishlarga yuborish uchun nima yetishmaydigan savolga javob yo'q. Shahar soliq inspeksiyasi rahbari departament bilan 62 nafar odamning faoliyatini soyadan chiqarish uchun mas'uliyat olib harakat qilsa, barchasini uddasidan chiqsa bo'ladi, odamlar rozi bo'ladi. Shunda aliment to'lovchilar qaramog'idagi bo'lgan 700 ga yaqin bolaning moddiy ta'minoti o'zgaradi.